Shuning uchun Hazrati Naqshbandiy pirimiz, Xo'ja Abduxoliq G'ijduvoniy pirimiz shularni hujjat qilib, biz mana shu yo'ldan ketayotgan odammiz, mana shu holatlarda shu bajarib turgan, shularga kerakli muridlarimizga, shogirdlarimizga hozircha Hazrati Naqshbandiy hojaganlarni davom etishdi degan holatda vazifa berib turibmiz. Ozimdan savol qo'ying. Eshonbo endi navbatni bu piri ustozlarni eslash bilan davom ettirsak, eslab bersangiz o'zingiz pirlaringizdan. Masalan, tariqai Naqshbandiyada o'sha xufiya zikr o'sha Rasulullohga qolgan, Rasulullohdan Hazrati Abu Bakr Siddiqqa, undan Hazrati Salmon Farsga, Hazrati Qosim ibn Muhammadga, undan keyin Imom Ja'far Sodiq, undan keyin Sulton Bayazid Bastami, undan keyin Xo'ja Abul Hasan Halaqoni, undan keyin Xo'ja Abi Parmadoni, undan keyin Xo'ja Yusuf Hamadoni, Xo'ja Abduxoliq G'ijduvoniy, Xo'ja Arif Ravgari, Xo'ja Mahmud Anjir Paqvoni, Xo'ja Ali Ramitoni, Xo'ja Muhammad Bobai Samosi, Sayyid Amir Mehrikulol, Hazrati Bahovoddin Naqshbandgacha 16 ta halqa keladi. Shu bular hammasi o'sha xufiya zikr bilan valilik, balki qutbli badolilik olamga, o'sha baland maqomga o'tgan. Shular uchun hozir bizgacha 44 ta keladi. Bular uzoq aytmayman. Oxirgisi shu 45 ga qo'yamiz dedi. Men yo'q, men hayotman. Qachon men olamdan o'tgandan keyin qo'yiladi. Hozircha shu silsilamiz shunday keladi. Bu avliyolar shundayki, Xudoy taborak o'sha boyaga aytgan vaqtda tilda ishlangan holda har qaysi latoiflarga 5000 o'sha ism zotni qiladi. Bular alanga olib kuyadi, gul olib o'sha badandan ich chiqadi. Shaligi bo'yi istaroq mushka ambar deb shuni aytadi. Qaysiki odam yetizgan bo'lsa, oldidan kim o'tsa, o'sha mushka ambar bo'y nimaga, burniga, o'ziga idi uraveradi, mast mustari bo'ladi. Mana shunga misol Dinovdagi o'sha Shayx Attori vali pirimiz kim mehmon qilsa, shu uydan 40 kungacha gulni idi ketmas ekan. Shu gul o'sha Xudoy taborakni o'sha zikr qilaverishdan o'sha jonga, qonga ta'sir qilib ketadi. Qonga ta'sir qilgandan keyin uni hech qanday shaytonning yurish yo'li yo'qoladi. Faqat Allohni ko'radi, Allohning zikri bilan. Shuning uchun ko'p odamlarimiz eshonboq qattiq aytdi, yo'q. Bu o'sha holatga borganda Xudoy taborakni yerda ham ko'raveradi, osmonda ham ko'raveradi, pataloyda ham ko'raveradi, yo'lda ham ko'raveradi. Xudo o'sha maqomga yetkazib qo'yadi. Xohlaydi dunyoni u boshida, xohlaydi bu boshida. Bu tasavvuf, bu ishq, bu yo'l, bu valilik yo'li. Bu tafsir aytishlik bilan, Qur'on o'qishlik bilan, olimlik bilan bo'lmaydi bu. Faqat ilmi Rabbani va ma allamnahu min ilmi laduna dedi. Yoki Surah hadisda zalika fazlullohi yu'ti man yasha vallohu zul fazlil azim. Xudoy taborak bu qo'ydi ilmni men o'z farishtalarga o'zimni suygan do'stlarimga berdim. Xohlayman qulog'iga ta'lim beraman, xohlayman Xizr orqali buni maqomga yetkazaman. Endi xufiya zikr odoblari haqida o'sha aytganingiz latoifalarni tushuntirib bersangiz qisqa qilib iltimos. Latoiflar Bismillahirrohmanirrohim. O'sha latoifni boya gapirib o'tdik. O'sha chap ko'kraydan ekinlik pasi, o'sha qalb Hazrati Odam alayhissalomning joyi Xudoy taborak amr qildiki, fazkuruni azkurukum vashkurli vala takfurun. Xudoy taborak meni yod qilgin ey odam, seni ham men yod qilaman. Meni bergan ne'matlarimga shukr qilgin, kufron qilmagin dedi. Shuning uchun Hazrati Odam alayhissalom o'sha ko'zini yumgan holda, tilini tishlagan holda
o'sha qalbga qarab 5 mingta, 10 mingta, ba'zi qavmlarda 20 ming, 30 mingga yetkazdi. O'sha bilan Xudoy taborak o'sha qalbdan u kishiga o'sha yerda joriy qildi. U joriy bo'lgandan keyin 7 qavat osmonni ham ko'raveradi, 7 qavat yerni ham ko'raveradi. Qabrda kim rohatda, kim azobda yotdi, uni ham birovdir, dildagi gapni ham bilaveradi. Hazrati Odam alayhissalomga o'sha maqomni berdi. Mana endi 10 ko'krakdan ekinlik pasi o'sha Hazrati Nuh alayhissalom, Ibrohim Xalilulloh bularga ham o'sha Alloh taborak o'sha tilini tishlagan holda bular ham 5 mingta o'sha ismi zotni zot berdi. Balki undanroq ko'proq bo'ldi. Bular o'sha holatda Xudoy taborak bularning valilik darajasini o'sha ruh orqali berdi. Ruh deydi. Mana endi yana chap ko'krakda ekinlik tepasi sir Hazrati Musa alayhissalomga Xudoy taborak tajallisini berdi. O'sha tajalli degan nur bo'ladi Xudoning. Tajalli nurini soldi. Mast mustaqil bo'lgan vaqtda Hazrati Musa alayhissalom o'sha maqom, o'sha